videodagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Do'konimizga vibraplashatkalik hamda kenguru trammovka apparatlarimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda aytib o'tib ketamiz. Klassik brendidan C90 modeliga tegishli vibraplashatkalik trammovka apparatimiz suvli variantlarda bo'ladi. O'zini suv bachoylarigacha o'rnatib qo'yganmiz. 1,5 tonna trammovka qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Undan tashqari 18 kN variantdagi trammovka apparatlarimizdan ham mavjud bo'ladi. Apparatimiz 170 gilza porshinli variantlarda bo'ladi, benzinli bo'ladi. O'zini g'ildiraklarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Ishlatmaydigan paytlaringda xohlagan joylaringga olib borib bemalol yetalab foydalanaverasizlar. Apparatlarimiz asfaltlarimizda yoki asfalt qilinadigan joylarda tagini trammovka qilib vibratsiya berishga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari klassik brendiga tegishli 18 kN hamda 13 kN trammovka apparatlarimizdan yetib kelgan 1 tonna 800 hamda 1 tonna 300 trammovka qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Benzin rasxodlari soatiga 800 gram 1 litrgacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Nagruskaga tushadigan bo'lsa, apparatlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, vibraplashatkalik trammovka apparatimizning narxini $330 dan 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan qilib beryapmiz. Kenguru trammovka apparatlarimizning narxi bo'ladigan bo'lsa, kichkinasiniki $400, kattasiniki $420 bo'ladi. Kimga qanaqa trammovka apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlari, narx-navolari hamda dastavkalarini bemalol kelishib olsalaring bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.